Qaranglar. Mana Cobalt. O'zidan o'zi qirib, bekorchilikdan nima qilyapti deb har xil gap bo'lmasin. Qirilganini ko'rdinglar, to'g'rimi? Mana kraskani ko'rsatdim. Ko'pchilik bunga shubha qildi. Qandayligi? Hamma mashina bor, mana qaranglar. Qirilgani ko'rib turibdi, to'g'rimi? Mana qirilgan joylari ko'p bo'ladi. Uni sepish uchun yechilgan va video uchun yechilgan bo'ladi. Bunga bitta o'zlaringiz e'tibor berasizlar, shunchaki baho berasizlar. Endi bu qurigungacha mana bu tarafini ko'rsatib turaman sizlarga. Mana bu qirilgan joychasiga e'tibor beringlar, mana qaranglar. Buni hech qanaqasi artasidan nima qilsa ham ketmaydi, buni qaranglar. Qirilgan joyga tutsa. Bu birga bir shunday olib ketadi. Kraskani agar rangi tushmay qolsa, pullaringizni qaytarib beramiz degan joyidan kafolatli joyi bor. Buni qaranglar mana. Cobaltlarni juda ham apshika silali bo'ladi, tez qirib ketaman qaranglar. Uni yopib ketdi. Mana bu yoqqa yopgan. Mana ko'rinyaptimi? Ko'rinib turibsan. Ha? Qani yana? Kimga qanaqasi kerak? Kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, kelasizlar, buni qaranglar. O'z kraskamiz purishni boshladi. Aynan shu joyi qirilib ketganini ko'rdinglar. Bitta ham yo'q qirilgani. Narxi 110 ming so'm bo'ladi. Universitet Promaxga kelaverasizlar. Hamma mashinani olib beramiz, xudo xolasa.